Alloh bersin. Alloh bonus bersami, qatib qoladi boshingiz. 1 yil bemas, 2 yil bemas, tekis ishlang, el yurtni o'ylang. Hammadaqa bo'lmang. Va Alloh taolo sizga ham hammaga qilgan muomalasini qilmaydi. Hamma duo qiladi, baraka ber, rizqim keng bo'lsin, uyimda muammo bo'lmasin, saodatli hamma so'raydi. Lekin nimaga Alloh hammaga bermayapti? Chunki hammadaqada. O'sha hammalarning ichida g'arib bo'ling. Ular qilmagan ishni, Alloh rozi bo'ladigan ishni qiling. 1 yil kuting, 2 yil kuting. Allohning rahmati yog'ilishni boshlaganda yoqingizni ushlab qolasiz. Allohning diniga fidokor bo'lishingizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga ega bo'lasiz ikki dunyoda. Allohning diniga fidokorligingizlarga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishasiz ikki dunyoda ham. G'arib bo'lasizda, g'arib bo'lasiz.